Taxta emas, lekin aralasa bo'ladi. Mana bunday gofra turbalarimiz haqida ma'lumot beramiz. Mana bu turbamiz 200 lik turba. Bemalol odamni ko'tara oladi. 100 ligi, 150, 200, 250, 300 liggacha variantlarimiz bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Bundan tashqari, mana bunday azbest turbalarimiz bor. 100 lik, 125 lik va 150 lik. Bular asosan o'choqlar va pechkalar uchun ishlatiladi va yana 200, 250, 300 lik diametr razmerdagi turbalarimiz bor. Va yana undan tashqari, mana bunday konteyner mahsulotlaridan tayyorlangan turbalarimiz ham bor. Bularning uzunligi 4 metr bo'ladi. Bular 150, 200, 250 va 300 diametrdagi razmerdagi turbalarimiz bor. Bundan tashqari, metrajli polietilen turbalarimiz ham bor. Agar sizlarga ham mana shunday turbalar qiziq bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Videoyimiz foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling va do'stlaringizga yuborib qo'ying.